ko'ryapsizlarmi, Termizda bugun yana og'an shamol. Bitta joyga kelganmizda, mana yozib ko'rgansizlar, Mobetco. Surxondaryoda mana shu Mobetco'ni bu bitta katta tarmoq. Termizda ham shuni filiali bor ekanda. Bu fermerlar uchun ayniqsa juda qiziq bo'ladi. Bugun mana shu joydan ma'lumot olamiz. Qani nima bo'ladi bu yerda, qanday bo'ladi? Respublikaning barcha viloyatlarida o'zining filiali bor. Bosh ofisimiz Samarqandda joylashgan. Mobetco brendini bitta ustunlik tarafi bizda brend ostida ham o'simliklar himoyasi shakllantirilgan, ham veterinariya ikkalasi birlashtirilgan. Mobetco brendida suyuq o'g'itlar, yangi avlod stimulyatorlar bo'lgan gel ko'rinishdagi o'g'itlar, ximikatlar, gerbitsidlar, hamma narsa mavjud. Mana bu chorvachilikda kerak bo'ladigan preparatlarimiz, mol yuvishga pertet deysizmi, mana bunaqa qurtli dorilar deysizmi, vitaminlar deysizmi, parrandachilikka ham olib kelib qo'yibmiz. Shu o'rinda bitta savol berib o'tsam, ko'pchilik dehqonlarimiz ham bir xil kasalliklarni nimaligini bilmaydi-da. Sizlarda mutaxassislar ham bormi? Ko'rib, o'rganib beradigan. Bizlarda mutaxassis bor. Biz o'sha muammoni joyiga borib, ko'rib, maslahat berib, yechim qilib beramiz. Maxsus xizmat mashinlarimiz ham bor o'zimizda, agronomlarimiz ham bor. Uyga pashsha kiradimi? Oshxonalarda pashsha bezovta qiladi, setkadan kiradi. Mana shu Mobex preparati uyda ichiga bemalol, odamga zarari yo'q. 1 litr suvga shunday solib uyga sepib qo'yasiz, 10 kun hech qanaqa zararkunanda bo'lmaydi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda bu haqda ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, Termiz shahriga bir yo'lingiz tushganda kelib mutaxassislardan maslahat olsangiz bo'lar ekan. Undan tashqari telefon raqamlarini ham qo'yib qo'ysak bo'ladi, fronta. Call centerda nomerini qo'yib qo'yamiz. Fermerlar to'lov usulini istalgan usuldan foydalanadi. Ya'ni biz birjada ham bormiz. Balkim sizga bu tushunarsizdir, lekin fermer buni tushunadi. Birjadan bemalol shu yerda o'ziga kerakli bo'lgan istalgan dorini yutib olib biz bilan ishlasa bo'ladi.